Demak, intensiv baliq yetishtirish, ya'ni akvakulturada intensiv yo'nalish bor. Intensiv yo'nalishlarni bittasi mana qafas baliqchiligi deyiladi. Qafas baliqchiligida nima degani o'zi bu qafas baliq? Qafas nima? Bu suvni yuzida turadigan, qafasni ushlab turadigan bitta platforma masalan. Bu temirdan qilinishi mumkin yoki plastmasdan qilinishi mumkin. Mana bochkalar bu butun konstruksiyani ko'tarib turadi. Konstruksiyani o'ziga setka osib qo'yiladi. Setka kaprondan qilinishi mumkin yoki zanglamaydigan temirdan qilinishi mumkin. Ko'p amaliyotda ishlatiladigan o'sha kapron setkalardan ishlatiladi. Uni katta o'lchamlari har xil bo'ladi. Malaklar uchun, chavoqlar uchun, yirik baliqlar uchun har xil bo'ladi. Bu nimani ta'minlab beradi? Shu baliq chiqib ketmasligi, suv almashinuviga ham imkon berish kerak. Juda ham mayda kattachalar qilib yorsa, bu ham suv tiqilishiga olib kelib, suv almashinuvi yomonlashadi. Demak, platforma, masalan, bitta platforma intensiv bo'lganligi uchun kichkina joydan mana diametri 13 bo'lgan 100 kvadrat metr mashitda o'zida. 100 kvadrat agar setkaning chuqurligi 5 metr bo'ladigan bo'lsa, 500 kuba suv degani. 500 kuba suv. Endi intensiv baliqchilikda bu yuzaga qarab hisoblanmaydi baliq mahsuldorligi. Kubaga qarab hisoblanadi. Chunki pastga ham qarab ketgan suv, yuzasi ham bor. Kubani hisoblaydigan bo'lsak, har kuba metrida masalan karp balig'ini misolda oladigan bo'lsak, 20 kilodan 200 kilogacha olish mumkin. Bu ham sharoitga qarab, suv almashinuvi yaxshi bo'lsa, sal oqimi bo'lsa, yem yaxshi bo'lsa, baliqlantirilayotgan chavoqlar sifati yaxshi bo'lsa, naslli baliqlar bo'lsa, demak 1 kuba metrdan o'rtacha 100 kilogacha olsa bo'ladi. Bu degani mana shu 100 kuba metrdan oladigan bo'lsak, agar 500 kuba bo'ladigan bo'lsa, bir 15 tonnagacha olsa bo'ladi. Mana bu 15 tonnani bizning respublikadagi baliqchilar necha gektardan olyapti. Har gektaridan 3 tonnadan oladigan bo'lsa, 5 gektardan olinayotgan narsa mana shu joydan olinyapti. Bu nimaga tayanib gapirilyapti? Bu yerda baliq turi bor. Intensiv boqiladigan baliq, karp balig'i. Agar laqqaga o'zgartiradigan bo'lsak, bu mahsuldorlik yana ham oshadi. Mana mashitda o'zida 100 tonna, 200 tonna olsa bo'ladi. Boya aytganimizdek, bu zichlikni ko'proq qilishga imkon beradigan baliq. Chunki bu kislorodga talabchan bo'lmagan, havodan nafas oladi. Uni havoni bilan ta'minlaydigan kaloriy degan organi bo'ladi. Jabrani yuqorisida joylashgan, o'pkaga o'xshagan havodan nafas olganligi uchun zichlikni imkon darajasida ko'proq qilsa bo'ladi, oshirsa bo'ladi. Karpda masalan 10 ta soladigan bo'lsak, laqqada masalan 100 ta solsa bo'ladi. Shunaqa imkon beradigan. O'shaning uchun ham aytilyapti, bu osonroq baliq. Kislorodga talabchan emas. Tez o'sishi yaxshi. Mana bu platforma, demak, qurilishiga keladigan bo'lsak, qurilishi o'zimiz respublikada ishlab chiqarilgan profillardan, temir profil, masalan 8 ga 4, devor qalinligi 2 mm bo'lgan. Mana ustidagi setkalar ham sexlarda qilinadi yoki qo'lda qilsa ham bo'ladi. 4 mm simlardan qilinadi, katok simlardan. 4 ga 4 profilda turibdi. Mana 8 qirrali bu. Har bitta seksiyasi alohida boltlar bilan qotirilgan. E'tibor bering. Bu nimaga qilinadi? Bu butun konstruksiya qayerdadir yasaladi, keyin mana qirg'oqqa kelib yig'ilyapti bu yerda. Shunga imkon berganligi uchun bu boltlarda yana yig'ilyapti. Buni yasab suvga tushirgandan keyin o'sha suvga borib yakirlar, ya'ni langarlar bilan qotirib qo'yiladi. Suvni o'rtasida eng suv almashinadigan yaxshi joy tanlanadi. Albatta, shamoldan, suvni chuqurligi imkon beradi, setkani chuqurligi, suv omborining chuqurligi ikkalasi mutanosib bo'lishi kerak. Chuqurligi kam bo'lgan joyga o'rnatib bo'lmaydi masalan. Setka tegib qolishi mumkin. Shuni hisobga olib o'rnatilgandan keyin baliqlantiriladi, oziqlantirish boshlanadi. Bu ham bitta texnologiya, bu murakkab bo'lmagan texnologiya, lekin shunga ham bilim kerak. Hovuz baliqchiligini bilgan odam, intensivga o'tishni boshlagan odam bunga ham qiziqish kerak. Chunki intensiv tizimlarning birinchi qadamida bu. Tayyor tabiiy suv havzasini o'zida joylashtirilgan. Ya'ni suvni o'ziga bo'lgan masalan talabni o'ylamaydi fermer bu yerda. Suv tabiatda qandoq bo'lsa, harorat tushsa tushadi, ko'tarilsa ko'tariladi. Ana shu harorat suv sifatiga mos bo'lgan baliqlar tanlanadi, boqish boshlanadi. Bu o'zini oqlagan, hozir respublikamizda ko'p suv havzalarida o'zini oqladi, ishlab kelyapti. Mana shu Toshkent dengizini o'zida ham bitta, ikkita, uchta, to'rtta masanaqa qafas baliq xo'jaligi bor. Hammasi masalan ishlayotganiga 5-6 yil bo'lgan.
o'zini oqlab kelyapti. Bu platformaga necha pul ketadi endi? Mana shu platforma, shu ob'yomdagi platformaga. Qaranglar, mana O'rtacha narxi qancha bo'ladi? bu oddiy qurilish materiali mana bu. Temir, profil. Metri nech pullikdan kelib chiqadi? Masalan, metri 30-40 ming bo'lishi mumkin. O'sha platformani hammasiga hisoblab chiqilgan bu, где-то bir 15 millionlik material ketgan. Material faqat. Materialini o'zi 15 million, yana ustani puli bor, ish haqi. O'shani bir 25 millionlarga aylansa kerak. Mana bu degani 5 gektarlik hovuz xo'jaligini mahsulotini beradigan narsa 25 millionga tayyor bo'ladi. Bu asosiy xarajat. Asosiy xarajat yo'q. Asosiy xarajat yemga bo'ladi. Butun kapitalni bir 60-70% gacha bo'lgan qismini yemga sarflanadi. Bu o'shalardan bittasi mana baliq, bu platforma o'sha 30-40% ni tashkil qiladi. Asosiysi yemga bo'ladi. Chunki intensiv tizimda asosiy e'tibor eng birinchi navbatda turadigan, eng e'tibor beriladigan narsa yem. Yem zo'r bo'lsa, hosildorlik zo'r bo'ladi. Endi zo'r bo'lib, narxi baland bo'lsa, bizga foyda keltirmaydi. Demak, narx bilan sifat mutanosib kelgan joyda biz foyda qilamiz.